Bundan ro'porosa 10 kun oldi mana shu obyektni storiesini qo'yganda okalar Andijon Qo'rg'ontepedagi obyektimiz. Xudo xolasa bu obyektimiz ham bundan 3 kun oldi tugaganda hozir yig'ishtirilib ketdi. Ko'rib turibsizlar okalar, ishlarimizni chiroylab, uy egasiga yoqadon qilib, sifatli qilib bitkazib berganmiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu obyektimizni oldingi sliflari bor edi, mana qangi. Sliflarni olib tashlab, o'zimizni zamonaviy, chiroyli vodostroyka sliflarimizni qilib berganmiz. Bu obyektimizda polniy o'stirmalarni qilib berganmiz. Darvozaxonasini dekor plas qilingan ekan. Xudo xohlasa endiga navbat vodostroyka xizmatini qilib beramiz. Vodostroyka xizmatlarini o'lchab, tez kunlarda o'zimizni chiroyli ishimizni o'rnatib beramiz. Okalar, ish ko'rib turibsizlar, hech qanaqangi bir osilishlar yo'q, vannalar yo'q, tovlanishlar yo'q. Xudo xolasa, mana shunaqangi sifatli tukkafon xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, usta Abdullayev jamoasiga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, xizmatingni edamiz. Ko'cha tomonlarni ko'rib turibsizlar, ko'cha tomon o'stirma kichkina bo'lgan hisobiga bittalik diplomat ishimizni qilib berganmiz. Xudo xolasa, bu ham skromniy bo'lgan. Polniy chiroqlarni o'rnatib montaj qilib berganmiz. Xudo xolasa, vodostroyka xizmatlarini qilib bersak, ishimiz bundan ham yanada o'chiladi. Nima deysiz, Muzaffar aka, ish yo'qdimi? Albatta. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Ko'ngilligin aka bo'ldi. Zo'r gap so'z yo'q. YouTube'da ko'rganmidingiz, Instagramdan? Xuddi shunday. Hammasi yaxshi joyida. O'sha ko'rganingiz bilan birga bir bo'ldim. Yaxshi. Xudo xolasa, gap yo'q. xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasiz, to'g'ri? Inshaalloh, doim. Bergan pulingizga rozi bo'lasiz. Sizlar ham mehnatlarga rozi bo'ling. Xudo xolasa, Gap yo'qlaysiz. Yashang aka. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.